Bugungi videomizda qanday qilib shunaqa videodagidek legushka sakrashni o'rganamiz. Bu kanalimdagi legushkadagi ikkinchi video. Birinchi video 1 yil oldin chiqqandi va unda ko'pchilik komment yozibdi, o'xshamadi menda yoki boshqa ilova ishlatish kerak ekan, bu ilovada o'xshamadi deb. Shunga ham sizlarga avtokliker emas, eshitdinglar. Boshqa ilovada legushka qilishni o'rgataman. Rostdan ham avtokliker ishlamayapti. Sizlarda ishlashi ham mumkin. Bu telefoningizga qarab aytganimdek, o'sha videoni tepaga bosib ko'rsanglar bo'ladi. Avtoklikerda qanday qilib legushka qilishni videosini. Bugungi videoda boshqa ilovada legushka qilishni o'rganamiz. Biza boshlashimizdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yinglar. Biz esa videoni boshladik. Hop, birinchi qiladigan ishinglar PUBG ga kirib, nastroykaga kirib, o'zingizlarning knopkalarga kirishinglar kerak. Va shuni screenshot, ya'ni rasmga olishinglar kerak. Bu biza ishlatadigan ilova uchun kerak bo'ladi. Aynan shu screenshot. Va bo'ldi, PUBG dan chiqib ketib tursanglar ham bo'laveradi hozir. Keyingi qiladigan ishimiz Play Market ga kirib, men aytgan, hozir yozadigan ilovani yuklashinglar kerak. Nomi mana qaranglar, Keymapper. Xuddi men yozgandek yozsanglar, shunaqa shu rasmdagi aynan shu rasm borni yuklashinglar kerak. Agar sizlarda Play Market ishlamasa yo boshqa muammo bo'lsa, bu ilovani Telegram kanalimga tashab qo'yaman. O'sha videoni tagida silkasi bo'ladi Telegram kanalim, o'sha yerga kirib yuklab olishinglar mumkin. Ilovani yuklab kirganingizdan keyin shunaqa sizlarda 3 ta narsa chiqadi. Shuni birinchi enable, ya'ni keyingisi mana videoda ko'rsatgan, qanday ko'rsatgan bo'lsam shunaqa qilsanglar, sizlarda ham o'xshaydi. Agar telefoningizlar boshqacharoq bo'lsa, sizlarda ham shunaqa xuddi yoqib tur degan narsalar chiqadi. O'shadan bosib chiqsanglar o'zi ishlaydi. Va hozirgi ko'rsatgan joyimga kirib, record trigger degan tugmani bosasizlar va telefoningizlarni ovoz ko'taradigan knopkasi bo'ladi-yu, shuni bitta bosishinglar kerak. Hozir men bosmadim, boshqatdan mana bosib record trigger bosdim va ovoz ko'tarish knopkasini bosdim. Qaranglar. Hop, okey. Bu ikkita chiqib qolsa, bittasini X qilib yo'qotib olishinglar kerak ekraningizda. Va buni qaranglar, fix degan narsani bosib, okey, yana. Va shu ruxsatni ham bosib chiqishinglar kerak mana. Allow va bo'ldi, yondi. Va buni qanday to'g'rilaymiz? Buni double press ga bosib qo'yib qo'yamiz. Ya'ni bu ovoz ko'tarilgan knopkani 2 marta bossanglar, legushkani avtomatik qiladigan bo'ladi. Hop, bunisini to'g'riladi. Endi kirib, mana actions degan joyga kiramiz. Tap screen degan narsa turibdi. Shuni bosinglar va select screenshot. Endi bizga o'sha screenshot kerak bo'ladi. Mana olgan screenshotimiz. Va birinchi qaranglar mana. Sizlar sakraydigan knopkani 2 martalik qilib qo'ygan bo'lishinglar kerak va o'shani ustiga qo'yib qo'yinglar. Va bu yerga hech narsa yozmasdan okey shunchaki bosasizlar va yana add actions, yana tap screen, yana screenshot kerak bo'ladi va endi yotadigan knopkani ustiga buni qo'yib okey bo'ldi. Done degan knopkani bossanglar bo'ldi. Faqat ilovani yopib yubormanglar. Ilova ishlab turishi kerak. Va mana ilovani yopmasdan PUBG ga kirasizlar va sinab ko'rish uchun poligonga kirasizlar. Va конечно bundaqa sinab ko'rasizlar mana. Qaranglar, tushuntiraman-da. Mana yugurasizlar, ovoz ko'tarilgan knopkani 2 marta qayta bosasizlar bo'ldi. O'xshaydi. Prosta telefoningizlarning modeliga qarab to'g'ri nastroyka qilgan bo'lsanglar o'xshaydi. Bo'lmasam sizlar bunga tushunmagan bo'lsanglar, eski videodagi avtokliker osonroq, o'shani ko'rib, o'shanaqa legushka qilishinglar mumkin. O'xshasa agar. O'xshamasa shuni qilinglar. Hop, mana ko'ryapsizlar-yu mana. Orqaga qaytasizlar, yugurib kelib, knopkani ovoz ko'tarilgan 2 marta bosasizlar, bo'ldi, shunaqa qilib legushka qilib yuraverasizlar. Xohlasanglar buni klassikda qilinglar, xohlasanglar arenada. Xohlagan joyingizda legushka qilib, masalan, legushkada, masalan, karyak, emigrator, shuna snayperskiy qurolda legushka qilib, glazok o'ldirsanglar, sizlarda chiroyli vaziyat chiqadi. Ya'ni chiroyli video. O'shani ozgina montaj qilib YouTube ga qo'ysanglar, masalan, sizlarning videoingizlar rekka chiqib ketish ehtimoli katta bo'ladi. Chunki legushka qilish qiyin va legushkaga qo'shib glazok urish undan ham qiyin. Shunga ham shunaqa.
Va endi ko'rdinglar mana legushka qilishni qanday qilib. Endi o'zim klassik rejimda hozir sinab ko'raman. Ya'ni legushka qilib, glazok urishga harakat qilib ko'raman Erangelda. Qani kettu Erangelda sinab ko'ramiz. Birinchi urinish. Ikkinchi urinish. Uchinchi urinish. 899 urinish. Va nihoyat men buni uddaladim. Hop, bu vaziyatga o'zingizlar baho berishinglar mumkin. Bunaqa vaziyatda o'ldirishga necha baho berasizlar? O'zi legushka bilan glazok qanaqa urishligini, qiyinligini bilsanglar, o'zingizlar ham sinab ko'rsanglar bilasizlar. Keyin o'zingizlar sekin kommentariyada baho berishinglar mumkin. Xo'sh, shu bilan videomiz tugadi. Video yoqsa like bosinglar, kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Chunki 2026-yilda 100 mingta bo'lishi niyat qilganman. Shu niyatimga yetish uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Ayjo Sensei bo'ldi. Ayjo PUBG kanalida keyingi videolarda ko'rishguncha